Uzbekistan Airways. Uzbekistan Airways. Uzbekistan Airways. Uzbekistan Airways kompaniyasi. Uzbekistan Airways. Uzbekistan Airways. Aviakompaniya Uzbekistan Airways. Ommaviy axborot vositalari bu faqat xabar tarqatuvchi emas, balki xalqning dardi va orzusini aks ettiruvchi xolis ko'zgu. U haqiqat yo'lida to'xtamay xizmat qiladi. Mamlakatimizda so'z erkinligi, axborotga kirish imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Jurnalistlar islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylangan. Uzbekistan Airways kompaniyasi ommaviy axborot vositalari bilan ochiq va samarali hamkorlikni yuqori qadrlaydi. Biz yangiliklarimiz, xizmatlarimizdagi o'zgarishlar, yo'lovchilar uchun yaratilayotgan qulayliklar va kompaniyamizning rivojlanish strategiyasi haqida aynan siz orqali keng jamoatchilikka yetkazamiz. Shu bilan birga, aviakompaniyamiz jamiyat uchun ochiq bo'lish tamoyiliga sodiq qolgan holda yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda 2700 dan ortiq post va infografikalar, 700 dan ziyod foto va videolar, 80 ga yaqin intervyu va reportajlar orqali axborot tarqatadi. Hurmatli ommaviy axborot vositalarining barcha ishtirokchilari, bugungi bayram bilan sizni chin dildan tabriklaymiz. Yangilikka intilishingiz, xalq dardiga befarq bo'lmasligingiz va haqiqat uchun kurashuvchanligingiz tahsinga sazovor. Sizlarga sog'lik, ilhom va yangi yutuqlar tilaymiz. Hurmat va ehtirom bilan Uzbekistan Airways, Markaziy Osiyo qanotlari.